Ana endi Real Madrid Benfica'dan qasos oladigan vaqt keldi do'stlar. Nafaqat Benfica'dan, balki ularning ustozi Jose Mourinhodan. Nega deysizmi? Undan oldin shunaqangi tezkor futbol xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Hozir buni batafsil tushuntirib beraman. Unda boshladik. Chempionlar Ligasining qur'asi yakunlandi va unga ko'ra yana Benfica saralashda Real Madridga to'qnash keldi. Juda ko'pchiligimiz bilamiz, oxirgi uchrashuvda Benfica Real Madridni dramatik tarzda 4-2 hisobida oxirgi daqiqalarda Trubinning goli evaziga mag'lubiyatga uchratib, jamoani saralashga qoldirganda play-offdan quruq qoldirib. Ana endi esa ular yana to'qnash keladi. Bu degani birinchi o'yinda Lisabonga boradi, Portugaliyada bo'ladi birinchi uchrashuv va ikkinchi uchrashuv Santiago Bernabeuda bo'ladi. Bilamiz, Real Madrid ikkitalik uchrashuvlarda juda ham xavfli o'yin ko'rsatadi va Benficaga qarshi ayniqsa revansh ishtiyoqi bilan tushib, ularni yo'q qilib yuborish mumkin yoki aksi bo'lishi mumkin. Yana Benfica'ning g'alabasini ko'rgan holimizda. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam do'stlar, agar Real Madrid Benfica'ni yutib keyingi bosqichga chiqadigan bo'lsa, yana Gvardiolaning Manchester City bilan o'ynashi mumkin. Ha, bu yerda hali unchalik aniq emas, yo Manchester City yoki bo'lmasa Sporting bo'ladi. Bu keyinchalik aniqlanadigan holat.